Dünyanın suali ve cevabımız. Abduveli Ayub. Bugünkü dünyada bizden sorulayotgan birinci sual nima bo'ldinglar? Biz şununğa yalğanni qo'shmay, köpturmay cevap bersak, bizga zulm bo'ldi. Biz qirg'inga duch keldik deymiz. İkinci sual. Buni qandaq bilasan? Bu savolga birinchi qatim paketni deymiz. Masalan, acham, singlim, akam tutilib ketdi. Ondan anglaganni so'zlaymiz. Do'stlarimdan Ahmad, Samat mahallasida mancha odam tutilibdi. Qani, qaysimiz birinchi savolga mustaqillik uchun kurash qildik deb javob beramiz? Qani qaysimiz ikkinchi savolga akam mustaqillik uchun kurashning komandiri shu deb berdi degan javobni beramiz? Uchinchi savol. Ular nimishqa tutildi? Javob ko'pincha bilmayman, hech gunohi yo'q, dehqon edi yoki ömrida jinoyatga yaqin yo'lamagan kadr edi. Qaysimiz bu savolga mening akam mustaqillik talab qiladi, Xitoy davlatini bo'lmoqchi edi, xalifalik qurmoqchi edi, butun dunyoga Allohning dinini ustun qilmoqchi bo'lib, qo'liga qurol olgan deb javob beramiz? Qani kim mushu kungacha shu javobni berib baqdi? Sizlar Xitoyning qayerda yashaysizlar? Nupusinglar qanchalik? Hozirgi Xitoydagi salohiyatlar nima deb so'ralsa, bizning Xitoy asosi qonuni va milliy territoriyalik avtonomiya qonuni bo'yicha millatlik va fuqarolik huquqimiz bor edi. Ammo Xitoy bizni besib olgandan keyin bularni berimiz deb qonunga yezib qo'yib bermadi. Masalan, bizning millat sifatida Uyg'ur avtonomiya rayonimiz bor edi. Bu asosiy qonun bergan huquq edi. Bizning shaxs sifatida fuqarolik huquqimiz bor edi. Ammo hech birini əmlilashtirmadi. Biz avtonomiya qonuni bo'yicha butunlay o'zimizga o'zimiz xo'jayin, hatto soqchi qo'shuni qura olaydik. Madaniyatlarimizni qo'g'diya olaydik. Yer usti va yer osti boyliqlarini kontrol qila olaydik. Ammo bulardan mahrum qoldik. Biz bir fuqaro sifatida erkin yashash, ishlash, ko'chish, so'zlash, tashkillanish, nashr qilish, e'tiqod qilish qatorliq fuqarolik huquqlariga ega edik. Ammo buningdan quruq qoldik. Bu savolning so'ralishi dunyoda hech bir salohiyati yo'q millatlar ko'zga tutilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Bermudadagi Rohingyalar, Kuvaytdagi shialarning fuqarolik huquqimi yo'q, sonimi ilinmaydi. Bu savollardan keyin muxbir yoki siyosiyonning kallasida haq huquqlari tortib ilingan, millat va shaxs sifatida xatarda qolgan holatimiz ko'z oldiga keladi. Biz haqsizlikka uchirgan bir odam, yo'qolib ketish xavfiga duch kelgan bir millat sifatida zohir bo'lamiz. Intayin oz Uyg'urdan eng oxirida siyosiyonlar biz nima qilib beralaymiz deb so'raydi. Amerika siyosiyonlarining og'zidan mushu savolga duch kelgan Tahir Hamid 3 nuqtani degan. Birinchisi, panolik tilgan Uyg'urlarning dilosini qulaylashtirish edi. Nemishqa Tahir Hamid mustaqillik elib beringlar deb shuar to'limaydi? Chunki ahmaydi.
Tayir Hamud Amerikaning shuarga mustaqillik bermaydiganligini biladi. Men shuningga ishinaman. Hech bir davlat mushu kungacha hech bir oshkora xalqaroliq so'rinda bir Uyg'ur siyosiyondan sizlar avtonomiya olamsizlar yoki mustaqillik olamsizlar birini tanlab oldimga kelinglar deb so'ramadi. Bundaq tanlash hech bir Uyg'urga berilmadi. Buni faqat muxbirlar Uyg'ur siyosatchilaridan qiziqib munozara chiqarib so'raydi. Mendan, sizdan va uningdan bu savollar so'ralmaydi. Muxbirlar nima uchun Uyg'ur siyosiy tashkilotlarida ishlaydiganlardan mustaqillik, avtonomiya yoki o'z taqdirini o'zi belgilash degandek savollarni so'raydi. Biri shu tashkilotning siyosiy g'oyasini bilish uchun bo'lishi mumkin. Yana biri muxbir surgun dediki siyosiy faoliyatlarning vatanda yuz berayotgan fojialar, portlashlar va to'qinishlar bilan munosabati bormi yo'qmi deganni bilish uchun so'raydi. Sababi Xitoy dunyoga sirtqi dushman kuchlar din va millat bayrog'ini ko'tarib chiqib, xalqni kushkirtib, qalaymaqonchilik chiqaryotidi. Shunga biz shu kuchlarning domiga tushgan Uyg'urlarni bo'lgunchilik, terrorchilik va asabiylik degandek elimizning qonuniga xilof xalqarada ham qonunsiz bo'lgan harakatlardan to'sish uchun tadbir elyapmiz deydi. Muxbirlarga mushuning sababi muhim. Muxbir so'ragan savolning Uyg'urlarning mustaqil bo'lishi, bo'lolmasligi, avtonomiya yoki o'z taqdirini o'zi belgilash bilan faqat munosabati yo'q. Muxbirlarga javob maqsad emas. Muxbirning maqsadi xabar tarqitish. Dunyo bizning kimligimizni bilmaydi. Lagerlardan chiqqan dod-faryod, azob-uqubat va o'limning purqi nervlarni jiddiylashtirdi. Shunga tuyuqsiz diqqat bizga tikildi. Hamma Uyg'ur da'vogarga aylandik. Dunyo bizdan to'xtamay so'rashga boshladi. Biz yillardan buyon da'vatgan da'vo endi boshlandi. Chunki har bir Uyg'urning qo'lida bir arz. Bu arzimiz salohiyatimizga uyg'un bo'lishi kerak. Talablar, xalqaro ahdnomalar va Xitoy qonuni bo'yicha qo'yilgan bo'lishi, tortib olingan huquqlar da'vo qilinishi kerak. Hammamiz da'vogar, ammo siyosiyon emas. Ko'pimiz tashkilotlarning a'zosimi emas. Undaq bo'lgandikin shaxslardan so'ragan zulmga uchirganga oid savolga tashkilotning siyosiyonlarning javobini berish behojat. Savollarga javob berganda oldi bilan savolni tushunish kerak. Ondan so'rag'uchi mendan bir odam deb turib so'radimi, bir tashkilot deb turib so'radimi bilish kerak. Dunyo har bir Uyg'urdan sana nima bo'ldi? Xitoy nima qildi? Qarindoshlaringni qonunsiz tutqundan qanday qutqizimiz degan savollarni so'rayotidi. Shundaqkan biz nima uchun hech kim so'ramagan savolning javobi bo'lgan avtonomiya, mustaqillik talash tortishida qolamiz? Buni bizdan kim so'radi? Kim qo'ydi shu tanlashni oldimizga? Agar hammamiz men tashkilot rahbarimi, Uyg'urning vakilimi dangsimay
Qamoqdagi Uyg'urning vakili chet elda bo'lamdi. E'tirof qilinamdi. E'tirof qilinsa, nima qila oladi? O'ylamay. Savollar nima bo'lsin? Kim so'rasin? Nada so'rasin? Qandaq maqsadda so'rasin? Ko'zimizni yumibla javobini Uyg'urlarga mustaqillik kerak deb daversak, bizga bo'layotgan zulmning sababi mustaqillik bo'lmaganlikla desak, masala hal bo'lamdi? Masala hal bo'lsin, bo'lmasin. Bizga mustaqillik kerak deb chin turganmi bo'layli. Ondaqda qarindoshlarimizning turmalarda mustaqillik uchun kurash qilganligi sabablik yotqanligini da'vo qilishimizga to'g'ri keldi. Ularning mustaqillik uchun qilgan namoyishlari, mustaqillik partiyasi qurib, mustaqillik armiyasi qurib qilgan harakatlar sabablik jahannam azobini ko'rayotganligini isbotlashga to'g'ri keladi. Kim isbot berdi? Buni isbotlay olmasak, undaq bo'lmasa, turmaga kirgan qarindoshlarning hayot yoki tirikligini bilmagan odam ularga mustaqillik kerak yoki emasligini biz nereden bilib oldik? Nima uchun Uyg'urlar mustaqillik talab qiladi deganni nega borsak yodlab talishib yurimiz. Bu javob dunyo bizdan so'rayotgan qaysi savolning javobi